Koreya Xalq Demokratik Respublikasi AQShning Venesuelada amalga oshirgan operatsiyasi fonida gipertovushli raketalarni uchirish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazdi. Bu haqda Koreya Markaziy telegraf agentligi xabar berdi. Agentlik bayonotiga ko'ra, uchirishlar Pxenyandagi Ryobho hududidan amalga oshirilgan. Raketalar Yaponiya dengizi avtokratiyasida 1000 km masofadagi nishonlarni urib tushirgan. KXDR yetakchisi Kim Chen In shaxsan mashg'ulotlarni kuzatgan. Biz harbiy vositalarni, avvalo hujumkor qurol tizimlarini izchil takomillashtirib borishimiz kerak. Bu o'zini himoya qilish uchun zarur chora. Ochiqni aytganda, bunday faoliyatimiz yadroviy tiyib turish salohiyatini bosqichma-bosqich yuqori rivojlanish darajasiga yetkazishga qaratilgan. Buning zarurligini so'nggi geosiyosiy inqiroz va murakkab xalqaro vaziyat yaqqol tasdiqlamoqda, dedi Kim Chen. Reuters'ning yozishicha, tahlilchilarning sinovlarni Pxenyanning AQShning Venesuelaga bergan zarbalaridan xavotiri bilan bog'lamoqda. Koreya Milliy birlashuv instituti eksperti Hon Min Kimning so'nggi geosiyosiy inqiroz haqidagi iborasi aynan shunga ishora qilishi